Surunkali charchoq qancha uxlasa ham uyquga to'ymaslik yoki holsizlik immunitet bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi kunda bolalarda ham, kattalarda ham immunitet bilan juda ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Holsizlik, tez charchab qolish, qancha ko'p harakat qilsa ham, yaxshi oziqlansa ham insonlarda shu holat kuzatilyapti. Hozirgi kunda buni gadjetlar bilan bog'lash mumkin. Kattalar ham, bolalar ham afsuski, eng achinarlisi gadjetlar bilan muloqoti kundan kun ko'payib bormoqda. Katta yoshli insonlarda uyqudan oldin imkon qadar 1 soat davomida telefon va boshqa gadjet, televizorlardan foydalanmaslik qorong'u xonada tinch yotish uyqu sifatini yaxshilanishiga yordam beradi. Ayniqsa kattalarda kechki uyquning me'yoridan, vaqtidan uzayib ketishi. Misol uchun bolalar odatda 9 gachon, katta insonlar esa 10 gacha uxlagan bo'lishlari kerak. Bu vaqtda uyqu gormonlari va organizmni dam olishini ta'minlovchi gormonlar aktiv ishlaydi va inson uyquga to'yib, miriqib turadi. Hozirgi kunda mana shu jarayon uzayganligi sababli bolalarning ham 10 dan ortiq vaqtda uyg'oq bo'lishi, kattalarning esa 12 va undan keyingi vaqtda uyg'oq bo'lishi ularning uyqu sifatiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Chunki ulardagi uyqu vaqtida ishlashi kerak bo'lgan gormonlar kech ishlay boshlaydi va yetarlicha organizmda gormonal muvozanat ta'minlanmaydi. Shuni hisobidan insonlarda charchoq, uyqusizlik, charchab qolish holatlari kuzatiladi. Shifokor maslahatisiz antibiotiklarni tartibsiz qo'llanilishi ichak mikrobiotasini buzilishiga olib keladi. Bu ham o'z navbatida immunitetni tushishiga sabab bo'ladi. Imkon qadar sayohatlarni, tog'li kislorodga boy bo'lgan hududlarga sayohatlarning tashkil qilinishi insonni har tomonlama immunitetini mustahkam bo'lish uchun xizmat qiladi.